Bugun sizlar bilan ikki xil yo'nalishda golubtsi qilamiz. Ishimizni birinchi bo'lib bulg'ur guruchimizni o'tishdan boshlaymiz. Keyin sho'rvasini solamiz. Men sho'rvasiga piyoz, kartoshka, savizi, chesnok soldim. Aralash ziravorlar bilan yaxshilab qovurib, suv solib, yana miltillatib qaynatib qo'ydim. Keyin ishimizni qiymamizni ikkiga bo'lib, bittasiga oddiy guruch, bittasiga bulg'ur guruch, mayda to'ralgan piyoz, dumba, pomidor, qaynagan sho'rvamizdan 2-3 qoshiq soldim. Shunda qiymamiz shunaqa sochniy mazali chiqadi. Garskilarimizga shunaqa chiroyli qilib tugib olib, qaynab turgan sho'rvamizga solib, 40 minut gazi past olovda pishiramiz. Qaynayotganda tez olovda qaynatib olish kerak emas, bo'lmasa golubtsilarimiz yorilib ketishi mumkin. Bulg'ur guruchlisini bemalol diyeta qilayotgan odamlar iste'mol qilsa bo'ladi. Ovqatimiz yoniga achichuv bilan podacha qilamiz.